Hürmetlik vatandaşım, dersimizni davamlaştırıyoruz. Endiki leksiyaga kulak verin ve dikkat kılın. Mavzumunda Hindistan'daki Tibet ayalla futbol komandası Amerika'ya kelip musabakaga qatnaşmakçı idi. Lekin vizi beriş rad qilindi. Mavzulu xabar 3 ayının 1 günü Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Hindiston matbuoti, Hindiston Vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Tibet sargardonlaridan tashkillangan ayollar futbol komandasiga Amerikaning shu davlat turishliq elchixonasi tarafidan viza berish rad qilindi. Bu komanda Amerika'ya kelib, Dallasda o'tkaziladigan xalqaro futbol lavha talashish musobaqasiga qatnasha olmaydigan bo'ldi. Bu komandaga Amerikalik ayol yetakchi va tarbiyalaguchi Childress yetakchilik qiladigan sargardon Tibetlarning ayollar futbol komandasi. Childress matbuotga mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Hindistondagi baş elchixonasining amaldorlari hech qanday bir sabab ko'rsatmadi. Lekin ularga viza berishni rad qildi. Futbol komanda a'zolari topshirgan hujjat isbotlarni ham Dallas mablag' bilan ta'minlagan hujjatlarni tekshirmadi. Bu futbol komandasining 19 nafar a'zosi bo'lib, ayrim holda Hindiston fuqarosi, Nepal fuqarosi va musofirlar pasportiga ega kishilar edi. Childress yana mundaq ko'rsatdi. Futbol komandasining barliq a'zolari, jumladan va menda viza haqqiga qaytarishga bo'lmaydigan $160 pul topshirgan edi. Yataq puli, yo'l xarajini qo'shganda umumiy $5000 pul bekorga ketdi. Matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Pul i'ona qilgan ma'lum bir kishi bu pulni otchot qilishga va'da berdi. Sargardon Tibet ayollar futbol komandasi 2011-yili qurilgan. 2015-yili Germaniyaga ziyoratga borgan. Bu qatam Angliyaning sobiq futbol komandasining a'zosi Gideon Hallerud Paksilning taklifiga binoan Dallas kelib musobaqaga qatnashmoqchi edi. Bir angliyalik futbolchining taklifi bilan Amerikaga Dallas kelib xalqaro musobaqaga qatnashmoqchi edi. Tibet sargardon ayollar futbol komandasi komandasining viza elishi rad qilingandan keyin azoblandi. Ular Facebook chiqib 2 minutlik film bilan Hagilisqa, angliyalik futbolchi Hagilisqa rahmat aytdi. Ular filmda mundaq dedi. Biz taklif topshirib olgan 1-kundan boshlabla bu safarning ishga eshishini umid qilgandik. Bizning bordigan yerimiz Amerika bo'lganligi uchun emas. Biz balki bu fursatdan foydalanib dunyoga Tibetning bir davlat ekanligini ko'rsatmoqchi edik. Biz haqiqatan xushal bo'lgan edik. Demek Jungo Amerika'ni birlik sapga qo'shib oldi deganlikdir deb yozdi bu xabarga nisbatan bir inkoschi. Ondan keyin diqqat qiling vatandoshim, Washington yangicha Amerikani ziyorat qildi, lekin prezident Trump bilan rais Xi Jinping ko'rishadigan vaqtni bekitilmadi. Mavzuliq xabar 2-ayning 27-kuni Dovid orbitida e'lon qilindi. Xabarda mundaq deyildi. Yangicha prezident Trump bilan mundaqli suhbatlashdi. Amerika hukumatining bir nafar yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi.
ikki tarafning hamkorlashishni o'z ichiga olgan holda prezident Tramp bilan rais Shi Jinpingning uchrashish mumkinligini o'rinlashtirdi, lekin konkret vaqtni bekitilmadi. Bu amaldor Yang bilan prezident Trampning suhbati 5 minutlik davomlashdi deb ko'rsatdi. Prezident Tramp nima uchun Jungoga tez o'zgardi? Oqsaroy bir eg'iz gap qildi. Mavzuli xabar 2 oyning 28-kuni Dovi tor betida e'lon qilindi. Oqsaroyning bayonotchisi Sen Spierga muxbir prezident Tramp Amerika xalqi kapolat berib, rais Shi Jinping bilan suhbatlashganda, telefon suhbat elib borganda bir narsaga erishdimi deb savol qo'yganda, bayonotchi Sen Spier diqqat qilmagandaklar. Prezident ba'zi narsalarga erishdi deb javob berdi. 28-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasida Yang Jiechi Amerikani ziyorat qilib, ikki davlat munosabatining muqomini belgiladi, mavzuli xabar e'lon qildi. Endi biz kelar qismda sizlarga bu voqealarni tahlil qilamiz.